Fransiyada ketyapman, mana yetimlar hamma yoqda probka qilib tashlashdi boru. Orqamda 800 ta mashina probka bo'lib ketdi. Uni oldida ketyapti, ko'ryapsizlarmi? Bitta kola olib, ikkita semichka olib, 3 ta ganno qadir ketyapti. Hamma yoqda probka qilib tashlashgan. Mana bitta chollar chol chaqirdi ketyapti. Ye, O'zbekiston deb yozilgan qaranglar. Mashinalar ahvolini qaranglar jalan. Ey ganno. Qalasanlarni. Qalasanlar. Hamma yoqda probka qilib tashlashdi. Orqadagi mashina furalar ham so'kinayotdi. Mashina kirligini qaranglar. Mashinani yuvish kerak, sekin va oynalarni yuvish kerak. Xullas, fransuzski tabiat mana bunaqa deyapti. Fransiyaga borib oxirgi marta 2024-yil ya 2024 kirmadi, 2023-yil noyabrda kirganman, adashmasam. Ro'p-barosi 2 yil bo'lyapti. Fransiyaga endi kirdim borib. Fransiyaning tabiati boshqada. Qo'qonda juda ham katta shov-shuvlarga sabab bo'lgan. Sabun guruhning Qo'qonim loyihasidan xonadon xarid qilishga ulgurmaganlar diqqat. Assalomu alaykum. Ikkita odam ishlamasa ham bo'laverar ekan. Birinchisi bu ota-onasini duosini olgan odam. Chunki u ota-onasini duosini hurmatidan Alloh uni rizqini mo'l-ko'l qilib qo'yar ekan. Ishlamasa ham bo'laverar ekan. Ikkinchisi ota-onasiga oq bo'lgan odam, qarg'ishini olgan odam. U odam ming ishlasin, ming chiransin, baribir barakasi bo'lmas ekan. Topgani havoga uchib ketaverar ekan. Shuning uchun ishlamasa ham bo'laverar ekan. Video. Bu bilan mana bizi davr keldi hozir oradan chiqish kerak. O'tdan chiqish kerak. O'tdan och, o'tdan. Excuse me, where are you guys from? I can speak your language. We are from Austria. Austria? Yes. I think I can speak your other language. Andreshman. Tajikistan. Chixelishum. خوب شما چه خاله هستین؟ از شناسایی شما خرسندم. من تاجیکستان رو دوست می‌دارم. Ванна. Банана. Вот и воды поэтому нету. Бедные люди. Ugaste. Здравствуйте. Здравствуйте. Так красиво сидите. Я начинающий фотограф. Можно я вас пофотографирую? Конечно, только в таком виде, что А что, очень красиво. Вы вяжете, да? Да. А что вы вяжете? носки. Продаете их? Да. Купить можно будет? Конечно, можно. А вы знаете, что я вам подскажу, если вы фотограф? У нас сосед есть, которому 105 лет. Он в этом году на парапланах катался. Обалдеть. Обалдеть. Хотите его увидеть? Я бы хотел его даже сфотографировать. Кадя, идите скажите Атага. Ата это у нас отец. А у вас там волки водятся всякие? Кабанов очень много стало. Говорят, у нас в соседнем селе леопарды появились. Ничего себе. Фон красивый. Мы с тобой старперы, как красиво вышли. А ты айран хочешь? Не знаю. Иди принеси. А он вообще как себя чувствует? Он спортивный? Хорошо. Привезли. Салам алейкум. Валикум салам. 105 лет вам? Да. Да еще он жениться хочет. Мой дед 124 прожил, его отец 130 прожил. А в чем секрет? Секрет долголетия в чистоте природы. Сейчас воздух заражен, всякую химию кушает. Он сидят.
Erkaklar va ayollar uchun eng sifatli yong'oqlardan vitamin tayyorladik. Asalari suti va asalari gulchangi shamollashni ketkazadi va quvvatni oshiradi. Kedr, makadam, pista, bodom, funduq va brazilskiy yong'og'i bular hammasi qovurilmagandan ishitildi, foydasi ko'proq. Salom, kiyimini olib qochaman. Я на твой телефон успела заснять его колонку. Убери это. Ты дурак. Скажи. Иди тоже, блядь. Welcome to Santo. Bu yerda choy sotadimi deb kirsam agar, bu yer apteka deydi. Men dedim, aptekada dori-pori sotilmaydimi desam, yo'q, men dedim, bizning aptekachilarimiz unaqada bankrot bo'ladi-ku. Nima qilyapsizlar dedi. Gapni ochig'i hayron qoldim. Qarang, mana bunaqa giyohlar bilan mana bu choy qandaydir mana. Atam beri choy. Mana shunaqa narsalar bilan mana qarang, kim nimalarni qoqib, xullas mana bular. Bu limonni quritilganimi? Ha, boshqa hech narsa qo'shilmaganmi? Choyga, ha? Ana aptekachi ukamizga aytyapman. Bu yerda boshqacha dorilaringiz yo'qmi desam, yo'q dedi. Xalqimiz shu narsa bilan yaxshi bo'ladi.